Kichik do'st, endi siz ne harfining har qaysi shakllari bilan tanishib beqing. Bosh ne? O'tri ne? Ulanma ne? Yolg'iz ne? Endi qiziqarli misollar bilan bularning so'zlaridagi o'rnini bilib olsak qandaq? Nazim nog'ra chaladi, Nodira naqshi aytidi. Nonni yigili odam yo'q. Kepinak yaqin kelgina. Gulning liviga berib qolgina. Hay bodek keyin, menishing qiyin. Nima ko'rsang yeb, qolsan keyin. Ketman chapardadila. O'tin terar onala, qiladigan ishi yo'q, o'ynab yurar bolalar. Do'st, siz yuqorida ikki harfning har xil shakllari bilan tanishib chiqdingiz. Endi ularning o'zaro qanday qo'shilganligini bilgingiz bormi? Ne'ga oyoq ani qo'ysa, na bo'ladi. Ne, ana. Ne, ana, ne, nan. Ağa nani qo'ysak, ana bo'ladi. A, ne, ana, ana. Tiyin bilan kepinak. Bir kuni ochko'z tiyin bog'da o'ynab etib, bir nag'irni ko'rib qopti. U atrofga sapsilib, odam yo'qligini bayqagandan keyin, "Nag'irni etib qachaychi?" deganni ko'ngliga pukib, nag'irga yaqinlashibdi-da, uni ko'tirib qo'yibdi. U ketib etib, qo'sqining ochqanligini his qilib, nag'irni tashlab etibdi. U bir uyning oldiga keldi. Ve bir ayalının tonurgu nay yıqıvatqanlığını, qizirib pişqan nallarning tonur beshiga yeyib qo'yilganligini ko'rib, nafsi taqildab ketdi de, nondan birini o'g'irlab, tonurning yendiki daraxtning shexiga chiqib o'ltirib yey deb turishiga, tonur beshidagi qo'g'inga ko'zi tushib, nonni tashlab etibdi. Va daraxtdan tushib, qo'g'inni o'g'irlab qochibdi. Bu chaqda o'yildagi gullikda o'ynayotgan kepinak tiyinni ko'rib qilib, uning og'zini qo'g'lab, kepinak tiyinga yetishyapti va boshqalarning narsasini xohlagancha o'g'irlasang qanday bo'ladi? O'g'irlik qilish nima degan nomuslik ish? Bunday ketaversang, hamon bir kuni o'zingni nobud qilasan. debdi. "Endi qanday qilaman?" deb so'rabdi tiyin ochchig'ida. Qo'g'inni opirib joyiga qo'yib qo'y. Shunday qilsang, men sen bilan do'st bo'laman. Qanday? debdi kepinak. Ma'qul. debdi tiyin. Chiroyli kepinak bilan do'st bo'lish ko'ydi. Tiyin qo'g'inni opirib joyiga qo'yibdi. Uy egisi tiyinning xatoligini to'nganligidan mamnun bo'ldi. Shuning bilan kepinak tiyinga agishib o'ynag'ilmadi. Ular tiyin boyi tashlayotgan nag'irning qishiga kelganda, tiyin kepinakka "Men sana nag'ir chap beray. Sen usul o'ynab bergin." deb turibdi. Bu taklif kepinakka yog'dak yiqibdi. Tiyin nag'ir chelib naqsh aytibdi. Kepinak usulga tushibdi. Kepinak kelgin jon do'stim, bu go'zal bog'chamda parvoz qilgin shod. Shunda qilib, ikki do'st qong'icha o'ynab kunni kashlabdi. Keyin kepinakka nag'irni egisiga opirib beraman deb va'da beribdi va ikkisi at ko'rishadigan bo'lib xo'shlashibdi.